Agar siz homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz, men kimga eko kerak bo'lishini ayta olaman. Eko kimga kerak emas desak, farzand ko'rishni xohlamaydiganlarga kerak emas. Qolgan barchaga eko kerak bo'lishi mumkin. Siz hech qachon holatni o'rganmay turib, bu bemorga eko kerak bo'lmaydi deb ayta olmaysiz. Agar siz homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz, holatingizni tekshirib, shunga qarab eko kerak yoki kerakmasligini aytsa bo'ladi. Eko kerak emas deydigan bemorlarga kelsak, bunday bemorlar bo'lmaydi. Faqatgina farzand ko'rishni xohlamaydiganlarga eko kerak bo'lmaydi. Farzandli bo'la olmaydigan yoki qandaydir muammosi bor bemorlarga biz ekoni tavsiya qilamiz. Xullas, eko kerak bo'lmagan va tabiiy homilador bo'la olmaydigan bemorlar guruhi bo'lmaydi. Hammasiga avval tekshiruv zarur.